Alloh uchun shu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Jannatda o'zingizlarga qasr qurishni xohlaysizlarmi? Shu savobga sizlar ham sherik bo'linglar. Hozir biz Bo'stonliq tumani Barash qishlog'idamiz. Bu yerda hozir masjidimizda ta'mirlash xizmati ketyapti. Sizlardan iltimos qilib so'rab qolamiz. Qo'lingizlardan kelgancha yordaminglarni ayamanglar. Har bitta Alloh uyiga bitta dona g'isht qo'ysa, jannatda o'ziga qasr qurayotgandek bo'ladi. Shu Xudo xolasa masjidimizni inshaalloh bitirib olaylik. Masjidimiz bitguncha men o'zim ham shu yerda xizmatda bo'laman. Bemalol o'zingizlar ham kelib turib, o'zingizlarni ataganinglarni masjidimizga tashlab ketsanglar bo'ladi. Masjidimiz bitguncha namoz vaqtlari hozir shu yerda o'qilyapti. Masjidimiz tezroq bitishiga sizlar sababchi bo'lishinglar mumkin. Pul tomonlama qurbinglar yetmagan taqdirda ham o'rtoqlar shu videoni yaqin insonlarga jo'natib qo'yinglar. Savobga sizlar ham sherik bo'linglar. Bo'stonliq tumanida ustalar juda ham ko'p, bilasizlar buni. Sizlardan iltimos qilib so'raymiz. Sizlarni hasharga chaqiramiz. Chunki masjidimizda ishimiz juda ham ko'p. Xudo xolasa inshaalloh tomlarini yopib olib, bemalol kelib yana shu yerda namozlarni o'qiymiz. Bizlar uchun emas, Alloh uchun yordam beringlar. Farqi yo'q, ustami, oddiy aholimi, kim 1 soat bo'lsa ham vaqtini ajratsa savobini oladi. Masjidimiz nomiga ochilgan karta raqamlarini qo'yamiz. To'ychiyev Hakim. Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadisda Nabiy alayhisolatu vasallam marhamat qiladilar. Kimki bir masjid bino qiladigan bo'lsa, u uchun jannatda bir uy bino qilinadi dedilar. Bizning masjidimiz qurilishiga o'z hissangizni qo'shing.